Assalomu alaykum. Buyrak uchun juda ham foydali bo'lgan choyni damlashni ko'rsatib o'taman. Buning uchun bizga mana turp urug'i, zira va kashnich urug'i kerak bo'ladi. Hammasini qo'shib o'sha choy damlaymiz. Turp urug'idan soldik, ziradan solamiz. Va kashnich urug'idan olib solamiz. Pasolarda chiroyli qilib qaynatib olamiz va ushbu damlama buyrak uchun va siydik yo'llardagi barcha shamollashlarga juda ham zo'r effekt beradi. Ta'mi ham juda yoqimli, albatta sinab ko'ring. Ta'bga ko'ra masalan asal yoki novvot qo'shishingiz mumkin.